150 ta kalla pocha, 150 ta kalla pocha onajonlar aksiyasi deb nomlanadi. Bugungi aksiyamiz onajonlar aksiyasi. Shanba, yakshanba, dushanba. Nima uchun dushanbani qo'shdinglar desanglar, dushanba kuni bozorda ishlaydigan insonlar dam oladi. Bemalol ota-onasini ko'rgani bora oladi. Ko'p ota-onalarimiz kalla pocha yegan, o'zi qilib yegan. Hozir keliniga eta olmaydi. Xijolat bo'ladi, chunki kelini ham 8 ta bolasi bo'lsa, unga qaraydimi, ishlaydimi, o'qiydimi, hayot borgan sari qani ish bo'lib ketyapti, vaqtini ajrata olmayapti. Bizda sizlarga shunga yechim bor. Tayyor 150 ta kalla pochani onajonlar aksiyasi deb e'lon qilaman. Shanba, yakshanba, dushanba kunlariga 250 ming so'm onajonlarimiz uchun bittaga beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Nomimni tegini olamizda. Mana qaranglar. Nom qo'yasizlar. Voy. Olmayapti-yu. Onajonlar aksiyasi. Ustiga bunday bitta limonni qo'yamiz. Lekin har bitta onalarimiz menimcha yaxshi ko'rishadi. Bu yomon narsani tavsiya qilmayman. Bismillahirrohmanirrohim. Voy. Limon bilan dovda ketar ekan. Ya'ni bizni nima qilaylik desanglar, hozir tez aloqaga chiqinglar. 3 kun 150 ta kalla pocha onajonlar aksiyasi uchun. Chin ko'ngildan onalarga asal qilib tayyorlab beramiz, xudo xolasa. Sizlarni uyaltirmaymiz. Kalla pochani o'zi. Kalla pocha 4 ta oyoq 250 ming so'm. Endi biz yeb olaylik. Ustoz, non yeb qo'ying. Voy.